musulmon ummatidan g'aybga iymon keltirishi bilan boshqalardan ajrab turadigan ummatdan por ko'radiganlar chiqdi. Porga ishonadiganlar chiqdi. Katta musibat yuz berdi. Holbuki bu narsani Rasuli akram alayhisolatu vassalom o'zlari yo'q qilgan edilar. Folbinlikni kofirlik deb e'lon qilingan edilar. Fol ochish kufr degan edilar. Uni tasdiqlaganlar ham kofir bo'ladi degan edilar. Shuncha hadislar turib, Rasulullohning shuncha ta'limotlari turib, islom ummatining shuncha iymon e'tiqodi turib, yana ularning ichidan haligi holatlar chiqdi, bugungacha davom etib kelyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kim folbinga borsa va uni aytganiga ishonsa, Muhammadga nozil qilingan narsaga kufr keltiribdi deganlar. Folbinga borib, fol ochib qo'ying deb, folbin ertaga u bo'lasan, bu bo'lasan desa, shunga ishonib yurgan odam Rasululloh alayhisolatu vassalomga tushirilgan Qur'onga, shariatga, islomga kufr keltirgan bo'lar ekan.